Nimaga men sog'lom ovqatlansam ham semiryapman? Ba'zi hollarda sog'lom ovqatlanib turib ham vazn qo'shilishi mumkin yoki vazn ketmasligi mumkin, yo vazn juda ham kam ketadi. Sizda ham xuddi shu holat bormi? U holda videoni oxirigacha ko'ring, men sizga buning sabablarini aytaman. Tanamizda insulin gormoni agar bizda yuqori bo'lsa, biz ming diyetalar qilsak, ochliklar qilsak ham vazn qo'shilib boraveradi. Xo'p, bizda insulin ortganini biz qayerdan bilamiz? Agar quyida sanab o'tgan belgilar sizda kuzatilsa, demak sizda katta ehtimol bilan insulin gormoni yuqori bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda Rossiya ham och qashiq hissi bo'lishi mumkin. Sizda qaltirash holatlari bo'ladi, qorin atrofida yog'lar juda ham ko'payib ketadi, shirinlikka bo'lgan ehtiyoj ortib ketadi, kuchli bosh og'rig'i, stress, depressiya, asabiylik holatlari bo'ladi va tez qabziyat kuzatiladi. Insulinni tartibga solishda samarali usuli bu to'g'ri tartibda ovqatlanish. Shu sababli ham men sizga maxsus bir kurs tayyorladim. Yuqori insulinni yagona yechimi yuqori insulin kursida qatnashish. Kursimiz esa 2 xil tarifda bo'ladi. 26-aprel kuni boshlanadi. 21 kunlik hamda 13 kunlik. 21 kun ichida siz insuliningizni normaga tushirgan holatda 10 kilodan 12 kilogacha ozasiz. 13 kunda esa insulinni normaga tushirib 6 kilodan 10 kilogacha ozasiz va hamma ovqatni yegan holatda ovqatlardan cheklanmasdan dori-darmonlarsiz. Shoshiling, joylar soni cheklangan. Hoziroq kommentariyada plus belgisini qoldiring.